54-sigida, 54-sigida qisqasi 700 ta 600 ta bo'g'in yozish kerak va bu yerda sizga bitta mavzu beradi. Bu mavzuga doir 3 ta savol beradi. 3 ta savolni har biriga bittadan javob berish kerak. Birinchisi umumiy sizga mavzu beradi. Shu mavzuni boshida introduction ozgina yoritasizda, nimaligi haqida yoritasizda, keyin savollarga bitta-bitta javob berib ketasiz. Demak, birinchisi mavzu yojim ulchingil xo'sohanin saramil manajotda. Demak, yojim shu kunlarda degani ulching depressiyadan shikoyat qiladigan odamlar ko'payib ketdi degan. Demak, OAJda qo'shimchasi biror narsani boshqa holatga o'zgarish. Demak, ko'payib ketyapti degani bitta oldin normal bo'lsa, endi ko'payib ketyapti ekan. Ine degani bu orqali konkani mangajinin gosin mullon saramil. Demak, konkangi mangaji degani sog'lig'i yomonlashib degani, sog'lig'i yomonlashish, ningot degan ish. Albatta odamlar bilan uchrashmaslik, saramdil mannaji anko jianta degan qo'shimcha bor. Jianta demak, odamlar bilan uchrashmasdan yoki sahiy senhol degani jamiyat hayot, sahiy degani jamiyat hayoti ham aralashmasdan, jianta bilan aralashmasdan va boshqa inson hayot kundalik hayot degani, inson kundalik hayotiga ham munjaga tegadi degani muammo bo'lmoqda, demak muammo bo'lyapti. Demak, are neongil shu ma'noda pastda berilgan chungshimiro ulchingil kikpok degani tiklanish, depressiyadan qutulish, pangpop degan usuli tehi haqida chashin o'zingizning sengagil sira o'zingizni fikringizni yozing deyapti. Birinchisi ulchingil ve sengininga depressiya nimaga paydo bo'ladi? Ulchingil. Ikkinchisi ro ine degani ro inhan degani ham shu orqali, ulching orqali munjenin moshimnika muammo nima deyapti. Keyingisi ulchingil kikpok haki vihe otton nuryoq bilan qanday harakat kerak biliyohada demoqchi. Demak, pastda 3 ga qism bo'lib yozamiz. Demak, birinchisi shu umumiy introduction ozgina gap beramiz. Shuni ichidan ham o'zi sal gapni o'zgartirib, so'zlarni o'zgartirib yozib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, ketdik. Bo'lmasa birinchi 3-4 sujun degan level qil yozuv. 3-4 darajaga moslangan 54-sigi bor. Xo'p, keyin 5-6 sujunga moslangan yozish bor. Ikkovini ma'nosi bir xil. Keyin sal grammatikalar kuchaygan, so'zlarni leveli baland qilib, darajani kuchaytirib yozilgan. Xo'p, bo'lmasa ketdik. Ulching depressiya, demak, inning qo'shimchasi aynan shu gap, shu ulching haqida ketayotganini bildiradi. Xo'p, mam qalb, ore tongan silpi bu, go degani va. Demak, uzoq vaqt davomida xafa bo'lib, himdan charchash, sangte holat aytiladi demoqchi. Demak, tansunhan soksang hamina, demak, tansunhan oddiy, soksang hada degan fe'l bor. Nima qo'shilyapti grammatika? Demak, soksang xafa bo'lish ina yoki oddiy xafa bo'lish yoki kibun nappi gadanin, demak, kibun kayfiyat, nappida yomon. Bu yerda ham nappida o'zi oddiy so'z, unga im qo'shilib fe'l im grammatikasi qo'shilyapti, ot yasalyapti. Demak, kayfiyat yomonlashidan degani gan. Talli, demak, kayfiyat yomonlashishdan farqli, talli. Nin talli degandan farqli. Ulchingin myotchil isang kesok demiyo. Ulching deyapti, bir necha kundan oshiq isang kesok temiyo, uzoq davom etib ilsang sen holi yong'yangil chunda. Demak, kundalik hayotga yong'yangil chuda degani ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, bu yerda ulching nimaligini aytyapti. Keyin shuni yana davom etyapti. Oddiy
xafa bo'lish va nima deydi, kayfiyat yomonligidan farqli ravishda u uchun bir necha kun davom etib kundalik hayotga ta'sir qiladi deyapti. Ulchingil kyokkada boshdan o'tkazsa, imyon agar boshdan o'tkazsa, amugotto hech narsa hagi shilko hech narsa qilishda nima deydi, nafratlanib, bu yerda ham chida qo'shimcha, chida oldin nafratlanmasdi, undan keyin nafratlanib, bitta holatdan boshqa narsaga o'zgarish. Demak, hagi shilko boshqa biror narsa qilishda nafratlanib, chamil nomu mani chagona ko'p uxlab, pandero unga qarshi ravishda chamil o'ji angido handa uyqusi ham kelmasligi mumkin deyapti. Pammashi degani ovqat mazasi, ishtiyoqi degani, ishtiyoq. Oqqu chingudagi va do'stlari bilan yagihanin gotto kinchanki nikkonda. Demak, do'stlari bilan gaplashish ham kinchanki nikkonda. Nikkida degani bu ham nikkida o'zi his qilmoq, jida qo'shilyapti. Jida. Kichanki degani nafratli, yoqmaydigan, bu ham yomon ko'radigan holat degani. Yoqmaydi ular bilan gaplashishni. Xo'p, endi xuddi shuni 5-6 levelda qanaqa bo'ladi? Ulchingin chankigan to'ngan chisok tenin ujumashi bitta ot bo'ladi, ot. Ulchingin chankigan uzoq vaqt to'ngan davomida chisok tenin davom etadigan ulkamgva depressiya hissi va mugiryoq holsizlikni anglatadi deyapti. Demak, bu yerda tansunhan silpimini oddiy xafa bo'lish yoki kibun choha degani kayfiyat pasayishi, talli degani farqli ravishda ulchini ilsansen holi yonhangil chul hayot tarziga ta'sir qiladigan mankim, bu ham grammatika, chul mankim darajada konkangi kipko ore chisok tenin sangtigida. Demak, sog'lig'iga kipko chuqur, ore uzoq davom etadigan holatdir deb. Ulchingil kyogmyon depressiyani boshdan o'tkazsa, amu iyok degan iyok xohish, amu iyok sengiji anko, sengida paydo bo'lmasdan chinajige degani ortiqcha qilmoq, chinajige ortiqcha uyqu, uxlab yoki pandero unga qarshi ravishda pulmyon uyqusizlikdan qiynaladi. Pulmyon shidalligida hamda shikyong ishtaha kamso hagona pasayib yoki ingangangiga insoniy munosabatlar pudam hada degani yuk bo'lmoq. Demak, yuk bo'ladigan darajada his qiladi deyapti. 5 bilan 6 mana farqi shunaqa. Xo'p. Bu yerda qolganlarni ham bor. Yozilgan, juda chiroyli yozilgan. Endi undan tashqari bu yerda ishlatilgan so'zlar berib qo'yganman. Chajongam, o'zini qadrlash, o'zini bo'lgan hurmat. Chajongam, o'zini qadrlash, o'ziga bo'lgan hurmat. Chashingam, o'ziga ishon, chashingam. Hammasi cha bilan boshlanadi. Chamanshim, anaqa manmanlik. Manmanlik. Chamanshim, chashingam, chajongam. Hop, keyingisi mugiryokam, holsizlik, loqatlik. Mugiryogam bo'ladi. Mugiryogam. Holsizlik, loqatlik. Chonshin kongan, ruhiy salomatlik. Chonshin kongan. Hop, chonshin konganil hebok hada, ruhiy salomatlikni tiklamoq.
정신 건강을 회복하다. 정신 건강을 회복하다. 아니면 마음이 감기 degani ruhiy tushkunlik, ko'chma ma'noda. Ma'miy kamgi. Tansun ham silpim, oddiy qayg'u. Tansun ham silpim, oddiy qayg'u. Kamjon his-tuyg'u. Kamjon his-tuyg'u. Kamjon. Chongsochoq, hissi, emotional. Chongsochoq, hissi, emotional. Inshik, anglash, tushunish. Inshik, anglash, tushunish. Inshik. Chagi, pihechogin, sengak. O'zini kamsituvchi fikrlar. Chagi, o'zini, pihechogin, sengak. O'zini kamsituvchi fikrlar. Chagi, pihechogin, sengak. Xo'p. Shikyong kamte. Shikyongi kamso. Ishtahani pasayishi. Shikyok kamte. Shikyok kamte. Shikyok kamso. Hop. Xo'p, mana shunaqa bo'lib ketaveradi. Hamma so'zlar shu writingda yozilgan. Hamma ishlatilgan so'zlar bu yerda berilgan. Amu yo'qda o'qu sengichanku. Umuman motivatsiya bo'lmaslik. Chohanin talli. Shimjiyo, hatto bu. Speakingda ham ko'p ishlatiladi. Shimjiyo, hatto. Demak, chamda chidamoq, sabr qilmoq, ma'me torojida ko'nglini ochmoq, dardini ochmoq. Hop, ketaveradi. Mangajida buzilmoq, ishdan chiqmoq. Mungiryoq, xavfsizlik. Ulgam, tushkunlik hissi. Hop, shunaqa qisqasi. Hamma so'zlar berilgan. Tongban hada birga kelmoq. Ip yong'in, tongching'il tongban hada. Shunaqa qilib kelaveradi.